Ta'mi zo'r-ku. Mash choydami bu? Shu Qanaqa uddalading? hammasiga siz sababchisiz. Ustoz. Rahmat sizga. Asad. Tepada nozik mehmonlar kelgan. Ikkita achchiq choy damlagin. Kimga mehmonlarimiz? Mehmonlarning kimligini nima qizig'i bor? Choyingni damlasang-chi. Qizig'i bor. Choyxonangizga doim keladigan har bir odamni qanaqa choy ichishini bilaman. Rostdanmi? Xo'sh. Qani unda aytchi. Hozir kelgan mehmonlar Partkom bilan rais. Partkom qanaqa choy ichadi? Partkom 95 ichadi. Raischi? Raisga 110 ga ta'mli choy omoqda qilib damlanadi. O'tgan hafta kelgan Hofizni taniysanmi? Shelar Jo'rayevmi? Uni hamma taniydi-ku. Ta'mli choy ichadi. Tashkillik bo'lib ketganda. Nabrahimov 110 ni achchiq qilib ichadi. Damla. 100 ming martadan ortiq choy damlaganman. Shundan 80 mingtasini sizni choyxonangizdagi samovardan damlaganman. Har bir choynak choyga e'tiborli bo'ldim. Oldiniga sizni choyxonangizga kelgan choyxo'rlarni o'rganib chiqdim. Undan keyin butun Namangan, butun vodiy, butun O'zbekistonni choyga bo'lgan munosabatini o'rganib chiqdim. Va respublikaning barcha hududlariga to'g'ri keladigan O'zbegim brendiga asos soldik. Ajoyib choy. 12 yashar chayxanchi 35 yil o'tib O'zbekistonning eng katta choy biznesmeniga aylandi. Ofarin. Bunaqa katta bizneslarda katta muammolar bo'ladi. Bizga nima xizmat? Xizmat yo'g'u, kichkina bir iltimos bor. Xo'sh. Roma tixirlik qilyapti. U cho'tarchimi? Nima deyapti? Har xil bizneslarga qo'l urib ko'rdi, o'xshamadi. Keyin men oldimga kelib, choy bilan shug'ullanmoqchiman, O'zbegim brendini menga ber dedi. Bermadim. Keyin O'zbegim nomi bilan qalbaki pashka qildirib, ichiga xashak solib, bozorga tarqattirib yubordi. Bu ko'rinni go'r tusatar ekanda. Alo. Taniding-a? Anisan. Tez choyxonaga kel. Rahim, choying tayyor bo'ldi. Olib ket. Bugundan boshlab meni otim Rahim emas, Roma. Eshitdingmi, Roma? Qobilpa ham menga shunaqa klichka berdi. Eslab qol, Roma! Nima qilding hozir? Yo'q, hech narsa qilmadim, Haydar aka. Choyga sovuq suv aralashtirding-ku? Kimga edi choy? Qobilpahanga? Asad podstava qilmoqchimiding? Yo'q. Ishdan bo'shadim.
Дядя Хайдар, сколько лет, сколько зим. Салам алейкум. Senga o'tirishga ruxsat bermadim. O'ttiz besh yil oldin choy damlashni boshlagan bola bugun katta choy biznesmeni bo'ldi. 35 yil oldin qimorbozlardan cho'tal olib yurgan Krisa haliyam Krisalik qilyapti. O'zbegim choyi shunchaki ichimlik emas, bu sharaf. Bu sharafga ega chiqish senga o'xshagan chulchutlarga qoldimi? Yurgin. Endi yo'qol. Choyxona erkaklarning joyi. Xo'p.